Hammaga salom do'stlar, gruppadoshlar, obunachilarim. Mana o'tgan safar sizlarga nima qilaman deb, sug'orishni ko'rsataman deb, izobion bilan sug'orishni ko'rsataman deb, to'g'risi bir marta sug'oribman, video qilish esimdan chiqib qolibdi. Endi hozir yana ikkinchi safar sug'ormoqchiman, shunga bir ko'rsatib o'tay degandim. Xo'p, mana do'stlar, qarang, mana bir marta sug'ordim mana o'tgan safargi. Nima ekan bu? Ta Marsel sortim ekan. Bir marta izobion nima qilgandan keyin mana уже tomirlari mana chiqib turibdi. Tagidan chiqishni boshlabdi tomirlari. Mana tomirchalari уже ko'rinyapti. Значит, mana tagiga, mayerga tomirlari to'lyapti уже. Qancha tomiri zo'r bo'lsa, shuncha gul ham zo'r bo'ladi. Endi buni nijniy poliv qilinadi. Mana izobion tayyorlab qo'ydim. Bu stakan 100 gramli deyiladi, где-то 120 gram bo'lsa kerak. Где-то mana mashinchasini bunga qo'yamiz mana. Mana shu qo'yildi. Mana shu turib o'zi ichib oladi kerakligini. Bir 10 minut, 15 minutdan keyin agar oshib qolsa, oshganini shuni to'kib yuboriladi. Shu mana izobion, mana shu xudo xolasa rezultatlar zo'r bo'ladi. Hozir men endi mayada qolib ketgan ko'chatlarim, hali o'ylanib turadigan ko'chatlarim ozgina bir ikkitasi tomirlari nima bo'lib qolibdi. Shularni ham izobionda sug'oraman. Buni ham bir ko'rsataman hozir. Xo'p, mana izobionni mana sal og'zi kattaroq idishga qo'yib oldim. Mana ko'chatlar If Muza degan sorti mana tomirlar уже boshlabdi buni ham. Endi sug'orishda bunday sug'oramiz mana. Xo'p, mana nimani 3 ga bo'lamiz. Shu 3 dan 1 qismigacha yetsa bo'lgan suv. Mana suvga solamiz. Yo, yana ozgina. Sal ozgina chanqashi, ozgina o'tib ketibdi, bir kun, yarim kun. Shunga sal qiyinroq sug'orilyapti. Mana yana bir marta ozgina sug'ora yetadi shu bilan. Bo'ldi, mana bo'ladi. Mana shunchalik sug'orsak bo'ladi. Shu tarzda hammasini sug'orib chiqamiz mashina qilib. Xudo xolasa effektlari zo'r bo'ladi. Narigina ham tomirlari juda kuchli bo'lib ketadi, xudo xolasa. Uni u yog'ini yana ko'rsataman. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, yana ko'rishamiz.